Salam qadrli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanlar yaxshi turdinglarmi? Bu bir haftalik vaqtinglarni Xudoning hamrohligidan kelgan tinch amonlik ichida o'tkazgan bo'lishinglarni umid qilaman. Bugun biz darsimizning davomi Yuhanna bayon qilgan xush xabar 7-bob 1-oyatdan 9-oyatga qadar mazmunlarni ko'rib o'taylik dedik. Biz oldi bilan bugungi mazmunni ko'rishdan burun qisqagina duo qilib, andan keyin boshlaylik. Sevimli Xudoda sizga hamd sanolar etamiz. Bugun shundaqla mehri shafqatingiz ichida bizni huzuringizga chaqirgan, huzuringiz oldiga keltirgan sizga hamd sanolar etamiz. Ham shundaqla shu vaqtni qo'lingizga topshiramiz. O'zingizning yetakchiligingiz ichida muqaddas ruh orqali bizning qalblarimizni isloh qilib, bizga ro'shan qilib va cho'nqur tushuncha ato qilib, bizning quloqlarimizni etish orqali sizning irodangizni, so'zlaringizni texmi anqiralaydigan, ularning tegiga yetalaydigan, tushunalaydigan shuna kuch-qudratni ato qilasiz. Bizni o'zining mukammalligi va donoligi bilan yaratgan Rabbim bizni shundaqla eng to'liq tushungichi Rabbim. Bizning har joydagi har birimizning ahvollarini to'liq bilguchi Rabbim, bizga esdashlik qilguchi, bizning qalbimizdagilarni to'liq tushunguchi Rabbim. Mayli biz qanday ahvolda bo'laylik, har vaqt sizning so'zingiz bilan ching tura oladigan, so'zingiz orqali o'rnimizdan tura oladigan, so'zingiz orqali o'zimizga umid, nishon va yo'l topa oladigan. Sizning bilan birga har bir qiyinchiliklarimiz ostida, har ishlarimiz ustida sizning bilan birga shu ishlarni yengib chiqa oladigan, shunday kuch-qudratni bizga ato qilasiz Rabbim. Bugungi shu vaqtni o'zingizning qo'lingizga topshirib, shu so'zlaringiz orqali texmi biz kuchga, shundaqla sizningdan kelgan haqiqiy ruhiy ozuqqa ega bo'la oladigan va shu siz ato qilgan ruhiy ozuqlar orqali turmushimizning har joyida kuch-qudratga to'lib, shularni yashab chiqara oladigan itoatman sizning qo'llaringiz bo'lib, sizga haqiqiy guvohchilar sifatida yashay oladigan, hayotimizni atay oladigan shunday bir kuch-qudratni bizga ato qilasiz, ata. Shu vaqtni qo'lingizga topshirdik, o'zingiz yetaklaysiz. Bizning qalblarimizni ochib, bizning qalbimizdagi har bir yo'shurun niyatlarimizni, o'y fikrlarimizni, xiyollarimizni sizning so'zingiz orqali shularni anqiralaydigan, nimaning haqiqatga tava ekanligini, nimaning bu dunyoga tava ekanligini, nimaning bizning o'y fikrlarimiz ekanligini, nimaning haqiqiy sizning so'zingizdan kelgan, siz anqiratqizgan so'zlar ekanligini shularni anqiralaydigan, farq etalaydigan shuna donolikni bizga ato qilasiz, ata. Haqiqiy sizni kelgan shu donolik ichida haq nahaqni anqirab, yomon yaxshilarni anqiralaydigan, yomonlarning salasi ichida emas, balki haqiqiy yolg'iz qolsaqmi sizning haqiqatingiz bilan putirab tura oladigan, haqiqatingiz ichida shularga guvohlik bera oladigan farzandlaringiz, xizmatkorlaringiz qilib bizni yetishtirgaysiz, ata. Har bir kunimizda, har vaqt sizning bilan birga sizning huzuringizga kela oladigan, sizga ergishib manglaydigan muqaddas ruh orqali muqaddas ruhning yetaklashlari shularga itoat qilib manglaydigan dadil, jur'atlik, haqiqatga bo'lgan qizg'inligimiz ichida har bir kunimizni sizga bo'lgan tashnaligimiz ichida o'tkaza oladigan shuna kuch-qudratni, mehr shafqatni bizga ato qilasiz, ata. Shu vaqtni qo'lingizga topshirdik, o'zingiz bizni yetaklaysiz. Sizga rahmat etib, barliq qilgan duolarimni Rabbim Iso Masihning muqaddas va kuch-qudratli nomi bilan qildim. Amin. Xo'sh qarindoshlar, bugungi mazmunga kelsak, bugun Yuhanna bayon qilgan xush xabar 7-bob 1-oyatdan 9-oyatga qadar mazmunlarni o'rinlashtirdik. Bugungi mazmun ko'p emas, chunki bugungi mazmunda 7 va 8-bobda izchil ta'kidlaydigan bir nuqta, hatto 7 va 8da ham emas, toki oxirgi qadar bir yetaklab mangan bir markaziy ideya, bir tumur bor, cho'ng bir tumur. Shu bir mazmunni, cho'ng bir tumurni biz bugungi mazmunda ko'rib o'tsak, keyingi mazmunlarni biz ko'rgan vaqtimizda cho'ng bir ko'rish, ya'ni cho'ng bir line ichida Yuhanna bayon qilgan xush xabarda ham muhim bir mazmunni bizga anqaratqizayotganligini, har doim shu mazmunni markaz qilib turib, ya'ni qanday mazmunlarni tushuntirayotganligini biz ham farq eta olamiz. Shuning uchun bugun vaqti soati degan shu temaga markazlashtirish orqali bugungi mazmunni biz ko'rib chiqmoqchi. Ona bo'lsa oldi bilan biz bugungi mazmunni bir qatim o'qib chiqaylik. Shuningdan keyin Hazrat Iso Jaliliya o'lkasida kezib yurdi.
Yahudi ақсақаллары оны o'ldirishni maqsad qilganligi uchun u Yahudiya o'lkasida turishni xohlamaydi. Bu çağda Yahudilarning kaptiki sheytiga oz qolgan edi. Shunga Hazrat Aysoning inalari uningga Yettim burun Yahudiyaga bering. Agashkuchilaringizmi karomatlaringizni ko'rsin. Chunki o'zini tunutmoqchi bo'lgan kishi yo'shirin ish qilmaydi. Bu ishlarni qilayotganken siz o'zingizni insonlarga ko'rsating deyishdi. Sababi inalarimi uningga e'tiqod qilmagan edi. Hazrat Ayso ularga mening vaqt soatim tega kelmadi, lekin sizlarga qachonla bo'lsa fursat bor. Bu dunyodagi kishilar sizlarni hargiz o'sh ko'rmaydi. Lekin meni o'sh ko'radi. Chunki men ularning qilmishlari razil deb guvohlik beryapman. Sizlar aytqa beringlar. Men hozircha bormayman. Chunki mening vaqt soatim tega yetib kelmadi dedi. Hazrat Ayso bu so'zlarni qilib Jaliliyada qoldi. Xo'sh qarindoshlar, biz oldingi soatda, ya'ni 6-bobda, 6-bob nihoyat uzun mazmun deb turib, qisqa xuloslagan to'q, ham shunaqla 6-bobda Hazrat Ayso asosan Jaliliya ko'lining o'qitiga o'tib, ya'ni 5 non va 2 beliq bilan nurg'un odamni to'yg'izgandan keyin Jaliliyaning bu qitiga, ya'ni suvda minib o'tib bu qitiga Kapernaum degan shaharda, Kapernaumdagi ibodatxonada izchil qilgan shu ta'limlarni biz 6-bobda izchil ko'rib o'tgan edik. Ya'ni haqiqiy uzuq mandurman, arishdan tushgan non mandurman, mening tinimni yemay turib, mening qinimni ichmay turib, haqiqiy hayotlik bo'lmaydi, haqiqiy hayotga erishaolmaysizlar degan o'xshash mushundaq mazmunni. Ham shundaqla yana bir mazmun bo'lsa, Hazrat Aysoning yeniga kelalaydiganlar bo'lsa, faqat Xudo tarafidan ta'lim berilganlar. Faqat Xudo o'zi Hazrat Aysoning yeniga avatgan kishilarla Hazrat Aysoni haqiqiy tunalaydiganligini bizga izchil, ya'ni bir emas 2 qatim izchil shu mazmunni ta'kidlab tushuntirgan deki mazmunlarni biz ko'rib o'tgan edik. Shunga hamda bugungi mazmun 7-bob qaraydigan bo'lsak, shuningdan keyin deb boshlaydi. Ya'ni shuningdan keyin deganimiz shu bayam degandek, Kapernaumdagi ibodatxonadagi shu ta'limidan keyin, ya'ni arishdan tushgan non o'zamdirman degan vaqtda bir muncha Yahudilar boshida norozilik bildirgan emasmi? Ham shundan keyin yana ta'lim berib, hayotlik berguchi mendirman, nurg'un insonlar hayot xato qilish uchun men arishdan tushdim. Nurg'un kishilarning hayotlikqa erishish uchun men o'zimni ato qilmoqchi, shuning uchun mening tinimni yeb, kunimni ishganlar mangulik hayotga erisha oladi degan shu mazmunlarni kishilarga deb tushuntirgandan keyin nurg'un uningga agashgan nurg'un agashkuchilar bo'lsa, bu ta'limni tushunmak tasgan, buni hazm qilmoq tasgan deyishib, nurg'un agashkuchilarning shu vaqtda chekinib ketganligini tasvirlagan bir mazmunlar bor edi emasmi? Ya'ni shu ishlardan keyin, ana shu ishlar Kapernaumda shu ishlar yuz bergandan keyin bo'lsa, Hazrat Ayso shu ishdan keyin Yahudiya o'lkasiga berishni, ya'ni Yahudiya o'lkasida turishni xohlamay, ya'ni xohlamaganlikdan Jaliliya o'lkasida kezib yurganligini bizga da'vat etdi. Sizlar agar kitoblarning kaynida, ya'ni xarita bor emas, xaritga qarasanglar Yahudiya o'lkasida nima bor? Yerusalim bor. Yerusalimda nima bor? Ya'ni markaziy ibodatxona bor. Ya'ni Yerusalimda, ya'ni Yahudiya o'lkasi deganimiz bu yerda Yahudilar asosan to'plashib o'ltiraqlashgan. Va shuningla bu yerda Ariyadan kelgan, ya'ni musofir bo'lib yashab yurgan Yahudilar bor, chunki markaziy ibodatxona shu yerda emasmi? Ya'ni Yahudilar ko'p joy dal shu Yahudiya o'lkasi edi. Boshqa joylar bo'lsa, bu Jaliliya deganimiz nima desa, bu ustida Yordan daryosining atrofida, ya'ni usti atrofidagi taraflarda Jaliliya degan shu yerda emasmi? Shuna o'xshash bu yerlarda, ya'ni Rimliklar degan o'xshash, ya'ni har millatliklar bor degan o'xshash. Ya'ni demakchi, Hazrat Ayso Yahudiya o'lkasi, ya'ni Hazrat Ayso ta'lim berman, Yahudilarga ta'lim berman desa, ular Xudoning podshohligi to'g'risida xush xabar yetkazman desa, ya'ni Yahudilar ko'p bo'lgan Yahudiya o'lkasida nihoyat uningga qulay, ya'ni uning Xudoning xizmati, Xudoning xush xabarini tarqatish uchun ya'ni qulay bo'lgan berishlik nati desa, Yahudiya o'lkasi edi. Lekin Hazrat Ayso bu Yahudiya o'lkasida turishni xohlamaganligi uchun Jaliliyada kezib yurganligini bu yerda alohida bizga ta'kidlayotdi. Ya'ni bu orqali biz ko'ra oladigan yana bir muhim mazmunmi bor. Undaq bo'lsa, Hazrat Ayso nima uchun ana shunday Xudoning podshohligi haqida, xush xabar haqida so'zlashi, ta'lim berishi
Eng muvaffaq bo'lgan shu Yahudiya o'lkasida turishni xohlamasdan Jaliliya atrofida, ya'ni Jaliliya deganni bayonladik, shu usti taraf, ya'ni Samariyaning usti tarafida Jaliliya dedik. Emas, Samariyani biz nima deb ko'rdik? Samariya Yahudiylar emas, balki Aslimasiya bo'lib ketgan Yahudiylar Samariyaliklarni Yahudiy emas deb, ya'ni Yahudiylikdan e'tirof qilmaydigan, ya'ni Xudoning tanlab olgan shu Isroil xalqi deganligini e'tirof qilmaydigan bir o'lka dedik emas. Biz Samariyadagi ayolning mazmunini biz ko'rgan vaqtimizda Samariyaliklarning kimlar ekanligini biz ko'rib o'tgan edik. Bu Samariya o'lkasidan o'tgan vaqtimizda shu vaqtda Jaliliya bor degan edik emasmi? Shuni o'xshash qisqasi Hazrat Iso nima uchun shu Yahudiya o'lkasida turishni xohlamay shu ustidagi Jaliliya o'lkalarida kezib yurgandi degan bir savolni so'rasak, bu yerda ham javobini bizga deb yuradi, ya'ni deb beradi. Birinchi aytib qaraydigan bo'lsak, chunki Yahudiy asaqallari uni o'ldirishni maqsad qilgan deydi. Ya'ni shu vaqalardan keyin, shu vaqa deganimizni biz bayam dedik 6-bobdagi vaqa. 6-bobning markaziy ideyasini biz dedik, ya'ni Hazrat Isoning, ya'ni biz 6-bobda shu Misrdan chiqishdagi mazmunlar bilan tankash qilib turib, doim Hazrat Isoning o'zining haqiqiy Xudoning ayvati, karomati va ulug'ligini haqiqiy namoyon qilmoqchi bo'lgan eng yuqori mazmun, eng kulminasiya qismi Hazrat Isoda ekanligini ta'kidlab o'tganligini, ya'ni faqat Hazrat Isoningla haqiqiy insonlarga hayotlik ato qiluvchi shu mannadimi ulug' bo'lgan arishdan tushgan non ekanligini ta'kidlab o'tganligini biz oldingi qatim mazmunda qisqacha biz tilga ilib o'tgan edik emasmi? Shuning o'xshash shunday nihoyat muhim bo'lgan, eng kulminasiya qismiga chiqqan, eng yuqori ballaga chiqqan shu Xudoning ulug'ligi va kuch qudratini namoyon qilgan shu mazmun chiqqan dedik. Shu mazmundan keyin, ya'ni Hazrat Iso o'zining faqat insonlarga hayot xato qilganligini, qaytadan turaldirganliklarini aytadigan emasmi? Shu ishlarni, shu ta'limlarni Yahudiylarning ibodatxonasida so'zlagandan keyin Yahudiylar bo'lsa, g'udunshgan va hatto nurg'un noroziliklarni bildirgan, hatto nurg'unlari chiqib ketgan emasmi? Dal shu voqealar Hazrat Isoning shu ta'limlarini anglagandan keyin bu yerda Yahudiy asaqallari bu Hazrat Isoni o'ldirishni maqsad qilganligini bu yerda bizga ta'kidladi. Şu an bu Yahudiy asaqallar o'ldirish maqsad qilganligi uchun Hazrat Iso Yahudiy o'lkasida turmasdan balki Jaliliyada kezib yurganligini deydi. Chunki Yahudiy asaqallari bu Tavrat ustozlari degan kishilar asosan nega yig'ilgan desa, dal Yahudiy o'lkasida markaziy ibodatxonada va shunday Yahudiylarning oliy kengashmalarida shunday bu ishlarni qara qilgan emasmi? Shunga bular hammasi Yahudiyada. Ham buningga oid bu xil ariq ko'rinishni mazmun tushuntirib bizga so'zlab bergan mazmun dal mushu 7-bobning dal mushu kapitikish yeytini bu shu bayramni ariq ko'rinish qilgan vaqt mushu 7-8-boblarda texmi bizga yo'ritib beralaydi. Ya'ni qisqasi Hazrat Iso nima uchun Yahudiy o'lkasida turishni xohlamaydi deganga javob, ya'ni konkret javob va konkret maqsadi, Hazrat Isoning Jaliliyada turishni xohlamaslikdagi maqsadini bizga nihoyat aniq bizga tushuntirib bergan mazmundan ostidagi mazmunlar ham shundoqla birinchi oyatda bizga ko'rsatgan Yahudiy asaqallari uni o'ldirishni maqsad qilgan degan bilan Hazrat Isoning mening vaqt soatim tek kamidi degan mushu javobi. Ham shundoqla inilarining o'zini tunutishni xohlagan odam shu joyda kishilarga bu qilayotgan ishlaringizni ko'rsating degan mushu 3 jumla ichida texmi konkret bo'lgan Hazrat Isoning bu yerda maqsad qilgan maqsadini biz texmi konkret qilib ko'rib olaymiz. Ya'ni başlanışdan burun dedik, vaqti soati kamidi degan mushu mazmunga, mushu temaga markazlashtirib ko'ramiz. 7 va 8-boblarda izchil chiqadi dedik emasmi? Shuni o'xshash Yahudiy asaqallar o'ldirish maqsad qilgan. Lekin Hazrat Iso ochiq oshkora keyin, ya'ni ochiq oshkora ta'lim bersimi, ibodatxona qarovlarini evatsimi, hech kim uni tutamidi, hech kim unga qo'l salamidi degan o'xshash mazmunlar izchil chiqadi 7 va 8-bobda. Hech kim unga qo'l salamidi, hech kim uni tutamidi deydi va kishilar bo'lsa, uni o'ldirish maqsad qilgan odam mush emasmidi, nima uni tutmaydi degan o'xshash. Shunday savollar, shu temalar nihoyat ko'p uchraydi bizga. Shunga o'xshash bu yerda o'lim, ya'ni o'ldirish Hazrat Isoning
Hazrat Aysani o'ldirish maqsad qilgan. Lekin bu yerda bizga yo'rtib bermoqchi bo'lgani, garchi Yahudi oqsoqollari insonlar Hazrat Aysani o'ldirishni maqsad qilgan bo'lsa-mu, o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uni tutolmagan, tutishga jur'at qilolmaganligining sababi bo'lsa, nima uchun deganga biz avval javob topgan vaqtimizda bugungi mazmundagi barcha shu bayam degan 3 nuqta, ya'ni o'ldirish maqsad qilgan, ham shunday inilarmi o'zini tunutishni xohlagan odam ochiq oshkora kishilarga o'zingizni ko'rsating degan o'xshash shu javob ham shunday Hazrat Aysoning mening vaqt soatim tex kamidi degan shu 3 jumlalarning ham markaziy ideyasi biz degan o'xshash dal biz degan o'xshash shu o'lim Hazrat Aysoning o'limiga bog'lanishli bo'lgan shu nuqtani ko'rsatganligini biz ko'ra olamiz. Bunday bo'lsa biz shu nuqtani shu markaziy ideyani tepish uchun biz davomli oyatlarni biz birdan-birdan ko'rib o'taylik. Ya'ni Hazrat Ayso Yahudi elchisi turish xolimidi degan bilan biz birinchi oyatni ko'rganmiz. Ham ikkinchi oyatda bu chog'da Yahudilarning Ka'badagi sheytiga oz qolgan edi dedi. Ya'ni bu vaqtlar Yahudi oqsoqollarining Hazrat Aysoni o'ldirishni maqsad qilgan vaqtlari bo'lsa, dal Ka'badagi sheyti vaqtlariga to'g'ri kelganliklarini, ham bu ishlar yuz bergan vaqtida bo'lsa, Ka'badagi sheyti oz qolgan vaqtlar ekanligini bizga ta'kidladi. Ya'ni Ka'badagi sheyti deganimiz qandaq yeydi degan vaqtida sizlar qonun sharhi laviylar qismini ko'rsanglar. Ya'ni biz qonun sharhi kitobimizning 16 bab 13 oyatdan 17 oyatga qadar mazmunlar va shuna laviylar qismimizning 23 babdagi 33 va 36 bab, ya'ni 33 va 36 oyatdagi mazmunlar qarasak, Ka'badagi sheytining qandoq yetishganligini bizga tushuntirib bergan mazmunlar bor. Biz bugungi kalendarimiz bo'yicha Ka'badagi sheytining qanday o'tkazib berganligini biz qaraydigan bo'lsak, asosan Ka'badagi sheyti kuzlik yig'im vaqtlariga to'g'ri keladigan bir bayram hisoblanadi. Ya'ni bu kuzlik yig'im deganimiz, ya'ni kuz vaqtida barcha ochliqlar hammasi tugaydi. Ya'ni ikkinchi qatam, ya'ni barcha ochliqlarni, ya'ni xamanda barcha ochliqlarni tepib, ularni untatib, bug'doy vaqt emas, chunki bug'doy bizning vatanimizning bug'doy 6-oylarda, 6-oyning o'rta va oxirlarida bug'doy pishadi emasmi? Shunga biz 6-oyning oxiri va 7-oyning boshlarida bo'lsa, bu bug'doy, zira qatorliqlarni biz xamanda tepadigan vaqtlar shu 6-oylarda to'g'ri keladi emasmi? Bu vaqt bo'lsa, kuzlik yig'im vaqti, ya'ni boshqa qo'noq degan o'xshash shunday badial, ya'ni dalliq ziraatlarimiz, qo'noq bo'lsin, boshqa ziraatlarimizning kuzda yig'imiz emasmi? Shunday vaqt ham shunday uzum, chunki bu yerlarda uzumlar nima emasmi? Uzum sharobi biz hammamiz anglaymiz, shunday dangliq emasmi? Shunga o'xshash uzumni ham uzum yig'ib bo'lgan, ham shunday uzumdan sharob chiqaradigan shunday vaqtlar to'g'ri keladi. Bu Ka'badagi sheyti deganimiz barcha Isroillar Yerusalimdagi markaziy ibodatxona atrofida ayrim Ka'ba qilib o'zlariga turalg'i qilib, vaqtliq Ka'ba tikib, hammasi shu Ka'bada 8 kunlik vaqtni shu Ka'bada o'tkazadigan shunday bir bayram hisoblanadi. Ya'ni bu Ka'badagi sheytining asosiy yetkazmoqchi bo'lgan ruhiy nima desa, Isroillarning ayni vaqtda Xudoning Isroillarni, ya'ni qulluq makoni bo'lgan Misrdan elib chiqib, cho'lda 40 yil ularni ta'minlab yetaklagan. Masalan, Yeshua qismini o'qisanglarmi, bu Tavrat qismini o'qisanglarmi, Xudoning ularni 40 yil yetaklash jarayonida oshqamaganligini, kiyimlarining ko'nirmaganligini, oyoqlarining ham yirtilmaganliklarini deydi emasmi? Ishqilib nima demoqchi desa, dal shu cho'ldagi hayotini aslash uchun cho'lda Xudoning ularni ta'minlab, yetaklab, Xudo bilan billa shunday Ka'balarda Xudoning makonimi, bargohimi shu vaqtda nima dedi? Chidir dedi emasmi? Shunga o'xshash shularni aslash uchun o'tkazadigan bayram dal shu Ka'badagi sheyti hisoblanadi. Ya'ni 8 kunlik barcha Isroillarning, ya'ni barcha Yahudilarning Yerusalimda markaziy ibodatxonaning atrofida ayrim o'zlariga ayrim bir oylik, ya'ni 8 kun turadigan Ka'ba tikib turib o'tkazadigan bayrami dal Ka'badagi sheyti hisoblanadi. Dal mushu yetga oz qolgan vaqtida, ya'ni barcha Isroillar shu markaziy ibodatxona atrofida, ya'ni Yerusalimga yig'ilgan
barcha Yahudilar yig'ilgan shunday vaqtlarni davatidi. Ya'ni bu mazmunlar dal shu bayramni ariq ko'rinish qildigan mazmunlar dal bugungi va bugundan keyingi mazmunlarning ariq ko'rinishi hisoblanadi. Şu an şu bayramga az qalganda biz dediğimiz barcha Yahudilar aileler bo'yicha shu markaziy ibodatxona atrofida kapitib yig'ildi dediğimizmi? Dal şu an shunday vaqtda Hazrat Isoning inilari Hazrat Isoga nima deydi desa, yettim burun Yahudiyaga bering. Chunki yettim burun qanday? Hammasi yettim burun barcha tayyorliqlarni qildi emasmi? Kapit uchun shopur tayyorlab, shopur daraxtlarni kesib akilib kapitkidan joylarni hozirlab degan o'sha shunday qilish uchun barcha Yahudilar oldin kelib, bayramdan burun oldin kelib yig'ilgan, hammasi shunday yig'ilib tayyorlik qilayotgan vaqtlar emasmi? Shunday vaqtda inilari, Hazrat Isoning inilari yettim burun Yahudiyaga bering, agash kuchlaringizmi, karomatlaringizni ko'rsin. Chunki o'zini tunutmoqchi bo'lgan kishi yoshirin ish qilmaydi. Bu ishlarni qilayotgan ekansiz, o'zingizni insonlarga ko'rsating deb ta'ni gap qilayotganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Chunki Hazrat sababi deb turib bizga davatudi, inilarimi uningga e'tiqod qilmagan deb. İnilari kimlar? Biz muqaddas kitobni o'qigan vaqtimizda keyin Hazrat Isoning inilarimi Hazrat Isoni qabul qilganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni kitobimizdagi Yaqub yozgan xatdagi Yaqub dal Hazrat Isoning inilarining biri hisoblanadi. Ham shunala eng oxirgi yozma, ya'ni Yahuda yozgan xat deb qisqagina xat bor. Bu Yahuda yozgan xat model, ya'ni avtori Yahudami Hazrat Isoning inilarining biri hisoblanadi. Bu inilari, ya'ni Yaqub va Yahudan o'z chiqqan bu inilari Hazrat Iso texi kirishga muhlamagan mushu vaqtlarda texicha Hazrat Isoni tunimagan, Hazrat Isoga ishonmagan, Hazrat Isoning Xudo avatgan qutqizuvchi Masih ekanligiga ishonmagan shu vaqtlar edi emasmi? Dal mushu vaqtda bu inilarmi Hazrat Isoga yettim burun Yahudiyaga bering, o'zingizni tunutmoqchi edingiz emasmi? Tunutmoqchi bo'lgan kishi yoshirin ish qilmaydi deb. Mushada o'zini tunutmoqchi bo'lgan kishi yoshirin ish qilmaydi deganni biz ya'ni asli til bilan ko'rgan vaqtimizda bu tunutish, ya'ni o'zini tunutmoqchi bo'lgan kishi yoshirin ish qilmaydi. Shunga bu ishlarni qilayotgan ekansiz, o'zingizni insonlar ko'rsin degandagi bu ishlar o'zini tunutish degan mushu so'zlarning oqida ko'rsatmoqchi bo'lgan mazmun nimani isbotlaydi desa, o'zini tunutish degani ya'ni o'zining to'g'riligini isbotlash, o'zining to'g'riligini isbotlash, ko'rsatmoqchi bo'lgan kishi, ya'ni o'zinikini to'g'ri degan kishi, o'zining qilganlarining haq deb ko'rgan kishi bo'lsa, yoshirin ish qilmaydi. Ya'ni o'zingiznikini haq desangiz, bu yerda ya'ni Jaliliya o'lkalarida kezib yurmasdan, balki Yahudiyaga berib isbotlab beqin qani demoqchi. Ya'ni siz o'zingizni arishdan keldim demoqchi edingiz-ku, undaq bo'lsa, sizmi o'zingizning shu arishdan kelgan, Xudoning avatgan qutqizuvchi ekanligingizni isbotlang. Ularga o'zingizning haqiqatligingizni ko'rsatib beqin qani degan gap bu yerda demoqchi bo'lgani. Chunki biz dedamiz bu yerda Yahudi bu nima? Inilarmi Hazrat Iso ishonmaganligi uchun Yahudi aqsoqollariga o'xshash, ya'ni Yahudi aqsoqollarining Hazrat Isoni kufrlik qildi, o'zini Xudo dedi, Xudoni oti dedi degan o'xshash nurg'un mazmunlarni biz barcha xush xabarlar ko'rgan emasmi? Shuni o'xshash bu Hazrat Isoning inlarimi bu Hazrat Isoning Xudo avatgan qutqizuvchi ekanligini ishonmagachga inillarimi boshqa Yahudilar, ishonmagan Yahudilar o'xshash, Hazrat Isoga ishonmagan Yahudi aqsoqollariga o'xshash, shularning qatorida, ya'ni ishonmaguchilar qatorida bo'lg'ashqa Hazrat Isoning inillarimi Hazrat Isoga ta'na qilib, o'zingizni haqiqatan arishdan kelguchi demoqchi bo'lsangiz, unda o'zingizning arishdan kelguchi ekanligingizni ko'rsating, namoyon qiling, isbotlang qani deganga o'xshash. Ya'ni 6-boatda biz izchil ko'rdik. Buning Hazrat Iso ergashgan Yahudilar bizga mo'jiza ko'rsating. Siz qanday mo'jiza orqali bizga o'zingizni isbotlamoqchi deb boshqa Yahudilar izchil Hazrat Isodan shuni talab qilgan emasmi? Shuning o'xshash inillarimi o'xshash shu gapdan qilyotdi. O'zingizni tunuting, o'zingizni isbotlang, o'zingizning to'g'riligini isbotlab ko'rsating degan gap dal shu. 4-oyatdagi o'zini tunutmoqchi bo'lgan kishi yoshirin ish qilmaydi degan mushu so'ziga markazlashtirilganligini biz ko'rib olamiz. Shunga Hazrat Iso inillarning bu so'ziga asosan bu so'zlarga nima deydi desa,
mening vaqt soatim tek kamidi deydi. Yani mening vaqt soatim kamidi deydi. Bizde de qamazmı bayam. Bu ölüm degan bilan Hazrat Aysa enalarining bayamqi o'zini tunutmoqchi bo'lgan kishi degandiki shu so'zidagi maqsadi. Ham shunday Hazrat Aysaning mening vaqt soatim tek kamidi degandiki bu 3 jumlaning markazida o'xshash nimani ko'rsatmoqchi desa, dal Hazrat Aysaning o'zining haqiqatan arishdan kelguchi, arishdan tushgan nonish ekanligi, insonlarga haqiqiy hayotlik ato qiladigan haqiqiy uzuqlik ekanligi, ya'ni Xudo avatgan qutqizguchi Masih ekanligini isbotlash, Masih ekanligini ko'rsatish, haqiqiy o'zining ulug'ligi, shon sharafini ko'rsatishni markaz qilayotganligini biz ko'ra olamiz. Chunki bu yerda Hazrat Aysoning o'limi nimani ko'rsatmoqchi desa, Hazrat Aysoning yer yuzidagi, ya'ni yer yuziga kelishdagi maqsadi nima edi? Hazrat Aysoning yer yuziga kelishdagi maqsadi va shundaqla Xudo avatgan qurbonlik qo'zisi bo'lish, ya'ni bu so'zning ma'nosi dal nurg'un kishilarning, ya'ni insonlarning gunohlari badaliga o'zining hayotini ato qilib, o'zi barcha kishilarning shu la'natlarini o'zining zimmasiga elish orqali kishilarni o'zining qini bilan poklash, ularni gunohning la'natidan, o'limning la'natidan qutqizish edi emasmi? Dal shu kulminasiya bo'lgan Hazrat Aysoning dal shu ulug'ligi, shon sharafi namoyon bo'lgan vaqt qaysi vaqt edi? Dal Hazrat Aysoning kiris ustidagi shu kirisga mixlangan vaqtini va shundaqla kirisga mixlanib o'lib tirilgandagi shu vaqtda dal Hazrat Aysoning shon sharafini to'liq namoyon qilmoqchi bo'lgan shu vaqt edi emas. Ya'ni Hazrat Aysoning o'limi orqali namoyon bo'lgan shu shon sharaf. Dal shuni ko'rsatmoqchi. Shunga Hazrat Aysoni bu Yahudiy aqsoqollar o'ldirish maqsad qilgan emasmi? Lekin Hazrat Aysoning javobi nima desa, mening vaqt soatim tek kamidi. Ya'ni o'ladigan vaqt soatim kamidi demoqchi. Ya'ni Hazrat Aysoning inilari ham mening o'zimning shu haqiqiy nurg'un kishilarning gunohlari uchun, gunohlari badaliga o'lib, ularni shu la'natdan, o'limdan qutqizadigan, mening shu ulug'ligimni namoyon qilgan shu vaqtim, o'zimning ulug'ligimni tunutadigan shu vaqt soatim tek kamidi demoqchi. Dal shunga bugungi kunga o'xshash bu o'lim, Hazrat Aysoning o'limi bilan o'limi orqali namoyon qilmoqchi bo'lgan shon sharafi shu bugungi barcha savollar, barcha mazmunlarning markaziy deyisi ekanligini biz ham o'sha orqali ko'rib olamiz. Dal shuningdek Rabbning vaqti soati, Rabbning o'zini to'liq namoyon qilgan, ulug'ligini to'liq namoyon qilgan shu vaqti soati, ya'ni Xudo belgilagan vaqt soatning ham shundaqla Xudo belgilagan usulning borligini biz bu yerga ko'ra olamiz. Chunki biz barcha bundan keyin 7 va 8 oyat bobdagi oyatlar bo'lsin va hatto 19 boblarga qadar bo'lgan mazmunlarning ichida vaqt soati deganni, vaqt soati kamidi, vaqt soatiga oz qoldi, vaqt soati yetib kelgan edi degan o'xshash shu so'z orqali Rabbning kiristida namoyon qilmoqchi bo'lgan shu ulug'ligini ko'rsatmoqchi bo'lgan shu mazmunni aks ettirganligini biz izchil bundan keyingi barcha mazmunlarda biz asosan ko'rib o'tamiz. Shunga o'xshash Rabbning vaqt soati deganning o'zida Xudoning haqiqatan belgilagan insonlarni qutqizmoqchi bo'lgan usuli vaqt soati bo'lsa, Rabbning dal shu kiris ustidagi o'limi, ya'ni kiris ustidagi o'limi deganimiz faqat kiris ustidagi o'limni ham ko'rsatmasdan qanday vaqtida o'tib ketish yetiga, dal shu o'tib ketish yetining harpis kunida yuz bergan ishlar ekanligini biz ham ko'ra olamiz. Undan o'tib ketish yetining qurbonlik qo'zisi deganning nimaligini biz bilishimiz uchun o'tib ketish yetini biz to'liq tushunishimizga ham to'g'ri keldi. Shularni biz orqa ko'rinishlarimiz to'g'ri tushungan vaqtimizda, ya'ni Ko'nahdagi mayli Tavrat qismdagi, ya'ni qonun sharhi va laviylar qismlaridagi o'tib ketish yetiga oid qismlar bo'lsin, mayli Misrdan chiqishdagi dal shu o'tib ketish yetining qanday boshlanganliklari bo'lsin, biz bu tarixiy orqa ko'rinishlarimiz to'liq tushungan vaqtimizda Hazrat Aysoning nima uchun o'tib ketish yetining harfi kunisi kiris qilmoqlanib, shu kuni tushdan keyin soat 3larda to'liq jon uzganligini va shundaqla 3 kundan keyin, ya'ni 3-chi kuni, dam olish kuni, ya'ni shu yakshanba kuni qaytadan tirilganligi
Dal shularning haqiqiy ma'nosi, ya'ni shularni haqiqiy aks ettirib bergan ma'noning nima ekanligini, nima uchun shu kirskimaqlanib, nima uchun shu o'tib ketish etining qurbonlik qo'zi sifatida shu bayramda o'zining hayotini, ya'ni yer yuzidagi hayotini, insonlik yer yuzidagi hayotini tamomlaganliklarining haqiqiy ma'nosini biz mushu mazmunlarning orqa ko'rinishlarini biz tushungan vaqtimizda biz to'xim cho'nqur bularning tagiga anqirab yetalaymiz. Ya'ni nima demoqchi desa, Hazrat Aysoni biz izchil Yohanna bayon qilgan qo'shiqlarda izchil ko'ryapmiz. Ya'ni Xudo avatgan qurbonlik qo'zisi dal mushukan deb Yahyo payg'ambarning guvohlik bergan emasmi? Shunga o'xshash Xudo avatgan qurbonlik qo'za degan nima uchun shu qurbonlik qo'za degan shu ma'noni, shu simvolik ma'noni qo'llandi Hazrat Aysoga degan vaqtimizda dal shu o'tib ketish yetining qurbonlik qo'zisi sifatida barcha insonlarning gunohi uchun o'tib ketish yetining qurbonlik qo'zisi sifatida kelganligini biz ham bu yerda da'vatganligini biz tushuna olamiz. Ya'ni qisqasi nima demoqchi desa, dal Xudoning butkul insonlar uchun avatmoqchi bo'lgan qutqizuvchisining keladigan vaqt soati bilan shu qutqizuvchining ustida Xudo o'zining shon sharifini to'liq namoyon qilmoqchi bo'lgan vaqti soatini oldin ola belgilab bo'lganligini, hatto qandoq, qachon, qayerda, qandoq usulda dal shu shon sharifini namoyon qilmoqchi bo'lganliklarini ham Xudo oldin ola burun belgilab bo'lganliklarini, dal shu Xudo belgilagan vaqt soatini bu yerda bizga shu vaqt soati bo'yicha ishlarning qanday yuz berayotganliklarini bizga aks ettirib berayotganligini biz ko'ra olamiz. Shuning o'xshash bu yerda vaqt soat deganlik orqali biz yana nimani anqara olamiz desa, dal shu Xudoning har birimiz ustida ham mayli man, mayli siz buning har birimiz ustida qilmoqchi bo'lgan o'z irodasining amalga oshirmoqchi bo'lgan vaqti soati, Xudoning usuli, yetaklash jarayoni va shundanla Xudoning shu bizning ishlarimiz ustida qandoq o'zining shon sharifini, ulug'lig'ini namoyon qilmoqchi bo'lgan o'zining usuli, shakli va shundaqla vaqt soatining aniq borlig'ini biz ham bu yerda anqara olamiz. Shuning uchun bizning ham mushu davrda, mushundaq vaziyatda, shu bizning shu millat ishida, shu zamin ustida, shu kimlik bilan bizning yer yuziga kelishimiz bu hargiz shundaqla to'g'ri gap qilgan bir ish bo'lmasdan, bizning mushundaq vaziyatda Uyg'ur bo'lib tug'ilishimiz bo'lsin, shu zaminda tug'ilib o'sgan bo'lishimiz bo'lsin va mushundaq vaziyatda bizning hozir chet elda bo'lishimiz bo'lsin va bizning hozirgi vaziyatda qanday ahvollarda yashashimiz bo'lsin, bular hammasi hargiz shundaqlan bir udul gap qilish, shundaqlan bir o'rlashtirish bo'lmasdan, hammamizning ustida Xudoning o'zining namoyon qilmoqchi bo'lgan irodasi va bizning hayotimizga har bir ishlar orqali Xudo o'zining yetaklayotgan usuli, jarayoni, shakllari, amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlari borlig'ini biz ham bu yerda anqara olamiz. Ya'ni bu orqali biz nimani tushunmoqchi desak, nimani demoqchi desak, Hazrat Aysomu o'zining ustida, ya'ni o'zining vaqt soatining qachon, qandoq, qayerda namoyon bo'lganligini Hazrat Aysom bilgan bo'lg'achqa, shu vaqt soatini saqlab, shu vaqt soatini kutib, shu vaqt soat ichida o'zining yer yuzidagi qilmoqchi bo'lgan ishiga markazlashtirganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni izchil shogirdlar bilan ayrim qilib, shogirdlarga ta'lim berib, shogirdlarni yetaklab, ya'ni shuni ashlan qildi emasmi? Bu yerda Hazrat Aysom izchil, ya'ni biz 6-bobda Xudoning menga berganlarining birini yo'qotmayman degan nurg'un so'zini biz ham ko'ra olamiz. Shuningdek, Hazrat Ayso yer yuzida o'zining qilmoqchi bo'lgan, o'zining ustida qilmoqchi bo'lgan ishlariga, irodasiga markazlashtirganligini biz ko'ra olamiz. Shunga bu yerda Hazrat Ayso o'zining vaqti soati kelgunga qadar bu yerda Yahudiy oqsoqollari uni o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, o'ldirmoqchi bo'lgan maqsadi bo'lgan bo'lg'achqa, Yahudiy o'lkasida bu Yahudiy oqsoqollari bilan doim talash tortish qilib, ularni ayblab, ularni hukm qilib yurmadi. Aksicha, Hazrat Ayso o'zining yer yuzidagi vaqtida qilmoqchi bo'lgan ishiga markazlashtirib, Jaliliyada bo'lsin, boshqa yerlarda bo'lsin, shogirdlarni yetaklab, tarbiyalayotganligini biz izchil ko'ra olamiz. Bu orqali nima ko'ra olamiz, nima tushuna olamiz desak, chunki Hazrat Ayso o'zi Xudo turib,
bu yerda ular meni nima qila oladi, meni vaqt soatim kamidi, vaqt soatim kagicha ular meni hech kim qila olmaydi degan ideya bilan hargiz Yahudiya o'lkasida kezib yurib, Yahudiya saqallarini ko'ziga tiqilib, ular bilan talash-tartish qilib, unda qilib yurmidi emasmi? Shunga bizningdimi ham nimani talab qildi desa, bizningdimi ham hayotimizning har bir bosqichlarida, mayli biz qanday qiyinchiliklarda, qanday ahvollarda bo'laylik, biz o'zimizning ustida Xudoning biz orqali namoyon qilmoqchi bo'lgan, bizning hayotimiz ustida amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasini biz tushungan vaqtimizda biz dal shu Xudoning bizning ustimizda amalga oshirmoqchi bo'lgan shu irodasi, bizni yetaklayotgan, hayotimiz bo'yicha yetaklayotgan shu Xudoning yetaklashi bilan turgan vaqtimizda, mayli biz qanday ahvolda bo'laylik, dal shu Xudoning yetaklashi markazlashtirib yashagan vaqtimizda biz mayli hozir o'zimiz yolg'iz bo'laylik va yoki har bir ishlarimiz hech qanday ma'no yoki hech qanday bir mevalamayotgan, hozir faqat shunday bir hech qanday narsani ko'ramayotgan shunday ahvollar ichida bo'lsakmi, lekin Xudoning yetaklashi ichida, Xudoning irodasi ichida, irodasini ko'zlab biz hozir asta shundaqlam sabr qilib, shunday yashagan vaqtlarimizda oxiri bizning ustimizga Xudo o'zining namoyon qilmoqchi bo'lgan shu irodasini biz ko'ra oladigan vaqtlar keladi. Shunga qadar biz izchil yer yuzida har bir kunimizni markazlashtirgan ishimiz nima desa, dal Xudoning yetaklayotgan ishi, Xudoning yetaklashiga markazlashtirishning naqadar muhimligini biz ko'ra olamiz. Ham yana bu orqali, ya'ni Hazrat Isoning Yahudiyalikda turishini xohlamay Jaliliyat turganligidan biz nima ko'ra olamiz desa, biz Xudoga bo'lgan, chunki e'tiqodchilar ichida har xil e'tiqodchilar bor, har xil xiyolda, har xil qizg'inliklar ichida o'zining tirikchiligi va qizg'inligi bilan shunday Xudo uchun otadim hayotimni deb yashaydiganlar bor. Masalan, buni biz islom orqali masalga keltirsak, masalan, jihadchilar bor. Ularni biz o'zimizning hayotimizni Xudo yo'lida shahid bo'lsam shu shon sharaf deb yuradi emasmi jihadchilar. Ya'ni bularga o'xshash bundaq ideyadagilar faqat islom dilidagilar ichida emas, balki e'tiqodchilar ichida ham bor. Bizningdan albatta Xudo uchun o'zimizning hayotimizni kechalaydigan bo'lish bizda bu bir bo'lishga tegishli bo'lgan narsa, bo'lishga tegishli bo'lgan o'zimizni voz kechalaydigan Xudo atiy oladigan bo'lishimiz kerak. Lekin Rabb Iso ham bizga albatta shuning bilan birga aql farosat bilan ish qilishimizning ham naqadar muhimligini biz bu yerda his qila olamiz. Ya'ni aql farosat bilan, tartib bilan, qonuniyat ichida logikalik bilan tushunib turib, shunday bir tartibli holatda Xudoning irodasi yo'lida menishimizning ham naqadar muhimligini biz bu yerda his qila olamiz. Qizg'inlik bilan emas, o'zimizning hayotinimiz bilan emas, balki dal shu qizg'inligimizni Rabbning yo'lida biz o'zimiz kuch qilib, dal shularni izchillik bilan, ya'ni qizg'inligimizni izchillashtirish orqali o'zimizga kuch qilib turib, bularni Xudoning so'ziga tayanib turib, Xudoning yetaklashi bilan tayanib turib, har bir kunimizni dal Xudoning ustimizda amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasini tushungan holatda qilishning ham naqadar muhimligini biz tushuna olamiz. Chunki Hazrat Isoning bugungi mushu mazmunda qilgan bu ish harakati bizga nihoyat salmoqliq, ig'ir basiqlik bilan aql farosat ichida Xudoning irodasi bo'yicha har bir ishni tartib ichida qilishning naqadar muhimligini bizga ko'rsatib beradi. Bayonladi emasmi? Hazrat Iso o'zi men degan Xudo tursam, ular, ya'ni mening vaqt soatim kelmagan tursa, mening vaqt soatim o'tib ketish ertada yuz bergan tursa deb. Ya'ni bu vaqtda biz kuzgi yig'im dedik. Bu vaqt qachon desa 9-oyning oxirlaridan 10-oyning bosh birinchi va ikkinchi haftalariga to'g'ri keladigan bu kuzgi yig'im kaptikish yeti. Bu o'tib ketish yeti deganim, o'tib ketish yeti qachon keldi desa, o'tib ketish yeti deganimiz 3-oyda keldi. Ya'ni 3-oyning biz Nuruz bayrami o'tkazamiz. Asli bu Nuruz bayrami vaqtlarida dal bu Yahudilarning o'tib ketish yeti, ya'ni 1-oyning 1-kuni, ya'ni yangi yil qachon hisoblanadi desa, dal 3-oyning 21-22 kunlaridan boshlab 3-oyning 3-4 haftalari dal o'sha yangi yil, ya'ni Yahudilarning yangi yili hisoblanadi. Shuning o'xshash bayonladik. Hazrat Iso bu kapit kishiyetidan keyingi o'tib ketish yetigacha xeyli, ya'ni yarim yildek vaqtlar bor dedik emasmi? Dal shuning o'xshash bu yerda Hazrat Iso
shu vaqtlarda ya'ni Hazrat Ayso bu yerda qizg'inligi bilan yoki bo'lmasa hayajon ichida meni nima qila oladi, mening vaqtim kamidi, mening vaqtim kamigan bo'lg'ach ular meni tutolmaydi deb bu yerda Yahudiy oqsoqollarning ko'zining ichiga kirib turib, Yahudiy oqsoqollari bilan bu yerda talash tortish qilib yurib, undaq qilib yurmadi. Aksicha Hazrat Ayso Xudoning irodasi yo'lida yer yuzida amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlariga mərkəzləşdirib hər bir gününü Xudanın iradəsində salmaqlıq, ağır pəsiqlik bilan Xudanın iradəsi yolunda ötküzgənligini biz bu yerdə görüb alalayımız deməkçi. Xoş, bir kurtulub getdim, axırqı məzmun kilaylı. Yani 6-cı ayətdə mənim vaxt saatim tək kəmidi, lakin sizlərə qaçalı bolsa fürsət var. Çünki bu dünyadakı kişilər sizlərni hər giz öş görməydi degan emas. Yani inilərinin sözüge bolğan cavab idi də. Yani sizlərə qaçalı bolsa fürsət var. Bu dünyadakı kişilər sizlərni hər giz öş görməydi dedi. Çünki biz nima dedik? Vaqtda Hazrat İsa'nın inilərimi Yahudi oqsoqollari bo'lsin yoki boshqa bu Hazrat Aysoga ishonmaganlar qatorida, ya'ni qorong'ulikda yashayotgan kishilar qatoridagi kishilarmi dal Hazrat Aysoning inilari shu kishilar qatorida edi, ya'ni qorong'ulikdagi kishilar edi bu vaqtda Hazrat Aysoning inilarimi. Shunga bu qorong'ulikda, ya'ni Hazrat Aysoning inilari boshqa kishilarga o'xshash, Hazrat Aysoga qarshi turg'uchi, shu qorong'ulik ichidagi kishilarga o'xshash, bularning hayotida qorong'ulikda bo'lg'ach, boshqalarning ishlarini hargiz xato yoki sizlarning qilayotgan ishinglar qorong'ulikning ishlari deb ularga guvohlik bermadi emas. Ya'ni Hazrat Ayso ergishganlar bo'lsa, Hazrat Aysoni o'zini biz nima dedik? Nur dedik. Hazrat Ayso o'zi nur, o'zi yorug'lik. Chunki Yuhanna doim Hazrat Aysoning yo'lini yorug'likqa, nurga tamsil qilib so'zlaydi. Yuhanna bayon qilgan 1-2, 3 xatlarni Yuhanna xoş xabari va Yuhanna'nın 1-2, 3 xatlarini o'qisanlar, izchil Hazrat Aysoning yo'lini, Hazrat Aysoni yorug'lik, nur deb shuni simvol qilib turib tasvirlaydi. Shunga o'xshash Hazrat Ayso o'zi yorug'lik, o'zi nur bo'lg'achqa, bu nurning mavjudligi qorong'ulikni yoritadi emasmi? Nur paydo bo'lsa qorong'ulikni yoritadi emasmi? Shunga qorong'ulikdagi ishlar, qorong'ulikda yoshirinib yurgan shu ishlar, qorong'u ishlar bu nurning mavjudligi bilan shu ishlarimiz oshkorlandi emasmi? Oshkorlangan bo'lg'achqa, bu qorong'ulikda shu qilayotgan ishlar oshkorlangan bo'lg'achqa, qorong'ulikda shu kishilarning barcha ishlari oshkorlangan bo'lg'achqa, bu qorong'ulikning ishlarini yaxshi ko'rganlar hargiz bu nurning paydo bo'lishini ham xohlamaydi. Hayotida bu nurning bo'lishini ham xohlamaydi. Hayotida bu nurning o'zining qilayotgan ishlarini oshkorlashini ham xohlamaydi emasmi? Shunga bu yerda Hazrat Ayso demoqchi, sizlarga fursat bor. Dunyoning kishilar sizlarni hargiz o'shkamaydi. Chunki dunyoning kishilarining qilayotgan ishlari dal qorong'ulikning ishlari. Ular hargiz sizlarni o'shkamaydi. Ammo men o'zim, ya'ni mening qilayotganlarim, men o'zim bo'lsam nur, yorug'lik. Shunga mening bor bo'lishim, mening ularning oldida bo'lishim nur bo'lganligim uchun ularning qilayotgan ishlarining qorong'ulik tava ekanligini, ularning qilayotgan ishlari qorong'ulikda qilayotgan ishlarini yoritganligim uchun, ya'ni oshkorlaganligim uchun ular meni yaxshi ko'rmaydi, balki meni o'sh ko'rdi deb yerda shuni da'vatqanligini biz ko'rib olaymiz. Shunga Hazrat Ayso ular meni o'sh ko'rdi, chunki men ularning qilmishlari razil deb guvohlik beryapman deydimiz. Meni Hazrat Aysoning barcha qilgan ishlari, barcha bergan ta'limlari, so'zlagan so'zlari haqiqat, nur, yorug'lik bo'lg'achqa, Yahudi oqsoqollarining, Tavrat ustozlarining va boshqa kishilarning qilayotgan ishlari, Tavrat ustozlarining yetkazgan so'zlari Xudoning haqiqatan namoyon qilmoqchi bo'lgan ishlari emas, balki ular o'zlarining ideyasi, o'zlarining shunday manfaatiga xos holatda Xudoning so'zini izohlab, o'zining manfaatini asos qilib turib, Xudoning so'zi deb turib kishilarga yetkazib, Xudoning so'zlari deb turib, o'zining yetkazmoqchi bo'lgan niyat maqsadlarini amalga oshirgan shunday so'zlarni Xudoning so'zi deb turib yolg'onlarcha shunday ta'lim berib Yahudi oqsoqollari shunday qildi emas. Lekin Hazrat Ayso haqiqatan Xudoning haqiqatini, haqiqatan Xudoning so'zini yetkazdi. Dal shunga Xudoning so'zini haqiqatan yetkazganda, dal shu Yahudi oqsoqollari, Tavrat ustozlari bu Hazrat Aysoga o'shmanlik qilib, hasad qilib, uni o'ltirmoqchi bo'ldi emasmi? Dal shunga o'xshash Hazrat Aysoning yetkazgan barcha ta'limlari, Hazrat Aysoning so'zlari yorug'lik bo'lg'achqa, shu qorong'ulikning kishilarining so'zlarini, qorong'ulikning ishlarini oshkorlagan bo'lg'achqa, shularni qorong'ulik deb Hazrat Aysoning so'zlari, shu kishilarning so'zlarini qorong'ulik deb
guvohlik berganligi, ya'ni yo'ritganligi uchun bu kishilarning uni o'sh ko'rganligini bu yerda da'vatganlarni biz ham tushuna olamiz. Oxirini ko'rsak, sizlar aytib beraveringlar. Men hozircha bormayman, chunki mening vaqt soatim tek kamida deb yana bir qatim o'zining vaqt soatini bu yerda ta'kidlaganligini ko'rib olamiz. Qisqasi biz bayan vaqt soatining nimaligini biz dedik emasmi? Dal shuningdek, Hazrat Aysoning o'zining ulug'ligini to'liq namoyon qilgan shu vaqt soat, o'zining arishdan kelguchi ekanligini to'liq namoyon qilgan shu vaqt soat, o'zining Kristusda o'lib, hatto qaytadan tirilib, o'zining ulug'ligini, o'zining haqiqiy arishdan kelguchi va arish qaytadanligini namoyon qilgan shu vaqt soatining texi kamiganligini bu yerda ko'z tutganlarni biz ko'ra olamiz. Bunun asosan Yohanna bayan dedik, Yohanna bayan qilgan xo'sh xabar 7, 8 va hatto bundan keyingi barcha oyatlarda bu vaqt soat degan ko'p chiqirdi dedik emasmi? Boshlam chiqqan masalanga 2-bob, ya'ni Kana yesilik to'yzi yaptidimi? 2-bob 4-oyatda ana meni aralashtirmisingiz, meni vaqt soatim kamidi degan shu vaqtda birinchi qatim chiqqan vaqt soati degan. Ham shundanlarmish 7-bob 30-oyatda ba'zilar Hazrat Aysoni tutmoqchi bo'lishdi, lekin uningga qo'l solgan odam chiqmadi, chunki uning vaqt soati yetib kelmadi degan oyatlar. Ham shundaqla 12-bob kelgan vaqtida inson o'g'lining shon sharafga ega bo'lgan vaqt soat yaqinlashib qoldi deb turib, ya'ni o'tib ketish bayramiga oz qolganligi, yaqinlashib qolganliklarini davomli ta'kidlaydigan oyatlarda 12-boblarda bu ya'ni kirishga muhlangan shu vaqtning o'tib ketish bayramini, ya'ni o'tib ketish yetining qurbonlik qo'ysini ato qilgan shu vaqtning yaqinlashib qolganligiga oid so'zlangan oyatlarda 12-bobda. Masalan, 12-bob 27-oyatda ata meni keladigan azob oqibatlik vaqt soatdan qutquz deymi? Yo'q, men shu vaqt soatni beshimdan o'tkazish uchun keldim deb turib, dal shu o'zining o'limini ko'rsatmoqchi bo'lganligini bu yerda ko'rsatdi. Ham shunday 13-bob kelgan vaqtida dal o'tib ketish yetining harpisi edi. Hazrat Ayso bu dunyodan ayrilib, otasining yana ketadigan vaqtning yetib kelganligini bildi deb turib, dal shu o'tib ketish yetining harpisi vaqtida, dal shu vaqtda o'zining kirishga muhlangan vaqtining oz qolganligini shu vaqtlarni ko'rsatib turib, yerda bu jumlalarni Yohannaning atayin shu maqsad bilan yozganligini biz ham ko'ra olamiz. Hatto 13-bob 31-oyatda Әмді inson o'g'lining shon sharifi ko'rinadigan vaqti soat yetib keldi. U orqali Xudoning shon sharifimi ayon bo'ladi deb turib, shu vaqtda yangi amirni ham ta'kidlagan vaqtida shu jumlani qo'llanganligini biz ham ko'ra olamiz. Hatto 17-bobda, ya'ni kirishga muhlangan vaqtning oldingi vaqtida, ya'ni 17-bob qanday bob desak, ya'ni bular oxirgi ishlama vaqtida oldida yig'ilib duo qilgan vaqt emasmi? Dal shu 17-bob duo qilgan vaqtida, "Ey ata, mening vaqt soatim yetib keldi. Sen o'g'lingning ulug'ligini ayon qilgin" degan o'xshash dal shu vaqt soatni ko'rsatib turib, o'zining qanday o'lib, qanday tirilish orqali o'zining shon sharifini qanday to'liq namoyon qilmoqchi bo'lganligini bu yerda aks ettirayotganlarni biz ko'ra olamiz. Hatto Yohanna 19-bob kelgan vaqtida tamomlandi deyish orqali o'zining shon sharifini, ulug'ligini to'liq namoyon qilganliklarini dal shu vaqt soat ichida yoshiringan ma'noning nima ekanligini bizga to'liq aks ettirib berganligini biz ham ko'ra olamiz. Xo'sh qarindoshlar, bugun dal shu vaqt soati degan shu mazmunni biz ko'rib o'tdik. Shu mazmun orqali sizlar o'zinglarning hayotinglar ustida Xudoning sizlarni qanday chaqirganligi, qanday sizlarning ustunlarda, hayotinglar ustida qanday irodalarni amalga oshirmoqchi bo'lganliklarini, ham shunday hozirgi vaqtinglar, mushu vaqtlaringlarda Xudoning qanday ishlarni sizlarning hayotinglarda qilayotganligini va qanday ish uchun chaqirganliklarini, bularni texmo bugungi mazmunlar orqali o'zinglarning hayotinglar ustida, Xudo bilan bo'lgan munosabatinglar ustida, yer yuzidagi hayotinglarning haqiqiy ma'nosi, ahamiyati nima deb qaraydigan shunday bir temalar ustida o'zinglar o'ylashib bo'lsanglar nihoyatda yaxshi bo'ldi deb qarayman. Shunga hayotimizga bizning hayotimizga har bir ishlar, mayli ba'zan ishlar kechikkan bo'lsin, biz kechikdi insonlik nuqtai nazarimiz bilan, insonlik qarashimiz bilan qarayotimiz ba'zan ishlarni biz kechikdi deb o'ylashimiz mumkin. Ba'zan narsalardan biz mahrum qoldik deb o'ylagan bo'lishimiz mumkin. Lekin bu bizning faqatlam insonlik ko'z qarashimiz bilan qaragan vaqtimizda kechikkan bo'lishi mumkin. Insonlik ko'z qarashimiz bilan qaragan vaqtimizda Xudo sukut qilgan bo'lishi mumkin. Insonlik qarashimiz bilan qaragan vaqtimizda balkim behuda es qilishimiz mumkin. Lekin
bizning hayotimizda bir e'tiqod, ya'ni Xudo o'zi chaqirgan, Xudo o'zi tanlab olgan, Xudo o'zi farzandim degan bir e'tiqodchining hayotida hargiz Xudo sukut qilib, behud o'tkazgan yoki kechiktiradigan ishlar yo'q. Ba'zan ishlar bizning hayotimizda kechikkandek his qilgan bilan, lekin bu ishlarning hammasida Xudo o'zining mukammal bo'lgan huquqi ichida, Xudo o'zining mukammal bo'lgan o'rlashtirish ichida har bir bizning hayotimizda o'rlashtirgan ishlarning vaqti soatining nihoyatda to'g'ri bo'lgan vaqti soati ichida yuz berganligini Xudo o'zi belgilagan, bizga eng muvofiq bo'lgan shu vaqti soat, eng muvofiq bo'lgan usulda, eng muvofiq bo'lgan shaklda bizning hayotimizda Xudo o'zining yetaklab amalga oshirmoqchi bo'lgan eng yaxshi bo'lgan ishlarning borligiga biz ishinib, har bir ishlarimizni, har bir kunlarimizni dal shu Xudoning irodasiga markazlashtirib turib, Xudoning yetaklashiga itoat qilib turib, o'tkazishning naqadar muhimligini biz ham shu mazmunlar orqali biz ko'rib yetalaymiz. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmun mushagichi bo'lsin. Shu mazmunlar orqali o'zinglarning hayotinglar ustida o'ylanib boqishinglarni umid qilman. Biz ham keyingi sonda ko'rishaylik. Hammanglar Xudodan kelgan aql farosat ichida bugungi so'zlarni tushuna olishinglarni, bugungi so'z orqali Xudoning sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan uchurlarni, Xudoning sizlarga da'vat qilgan so'zlarini, Xudoning sizlarga bo'lgan chaqiriqini anqira olishinglarni umid qilman. Biz ham keyingi sonda ko'rishaylik. Hammanglar omon bo'linglar.